Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Moskvadan Toshkentga mana xudo xolasa safarga chiqib ketyapti avtobusimiz. Bugun yakshanba kungi reysimiz xudo xolasa safarga chiqib ketmoqda. Hamyurtlarimiz mana qo'shiqlari bilan bo'lyapti. Qo'shiqlari bilan mana Hofiz akamiz ham bor ekan mana. Mana Hofiz akamiz ham bor. Avtobusimiz mana ish holatda. Akalarimiz mana o'z joylarini egallashda hammasi yaxshi ketishyapti hamyurtlarimiz. O'taylar aka. Yaxshimi aka? Zo'rmi? Yo'qmi mana zaryadchilar bor. Sharoitlar bor aka. Qayerdan edingiz? Samarqandliklarga salom. Tavsiya qilasizlarmi? Yaxshimi aka? Zo'rmi? Mana akalarimiz xudo xolasa birozdan so'ng yo'lga chiqib ketadi. Hamyurtlarimiz. Aka, qayerdansiz? Jizzaxdan. Yaxshimi? Avtobus yo'qdimi? Yaxshi aka. Mana akalarimiz ham ketyapti. Hammasi xudo xolasa. O'tiring aka, bo'ldi. Shu bola avtobusimiz yuryapti azizlar. Kimga shunaqa sifatli komfort avtobuslar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasiz. Manzilimiz Moskva Katenniy vokzaldan bo'ladi. Bugungi reysimiz xudo xolasa safarga chiqib ketyapti. Dokumenti yo'q akalarimiz ham bemalol murojaat qilsanglar bo'laveradi, yordam berib ketadi voditellarimiz. Yuki bolalar 40 kilo, 50 kilo, 60 kilogacha olsanglar bo'laveradi. Hammasi cho'tki. Mana ukamiz ham kelgan. Ukamiz mana. Yaxshimi akalar? Zaryadchilar bor. Ishlayaptimi? Zaryadga olyapti. Aka-ukalar. Uka nima deysiz? Tavsiya qilasizmi? Yo'qdimi? Aldo yo'q. Vokzaldan. Moskva vokzaldan ketyapti. To'g'rimi? Bemalol bron qilsanglar bo'laveradi. Xudo xolasa. Aka-ukalar tanlovda adashmaymiz. Bemalol murojaat qilib, bog'lanib kelsanglar bo'laveradi. Xudo xolasa. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Hofiz aka, nima deysiz? Bir o'zingiz tilaklaringizni ayting hamyurtlarimizga. Keldingiz, o'tirdingiz, mana ketyapsiz. Avtobus mana hozirgi holatda sovuq tashqari, ichkari issiq, zo'ra. Tor bor, hamma yo'q bor, sharoit bor. Aka-ukalar. Tinch aka. Bemalol dokument yo'q aka-ukalarimiz ham bemalol murojaat qilsanglar bo'laveradi. Xudo xolasa mana akalarimiz ham hammasi o'z joylarini egallashdi. Bemalol murojaat qilib, bog'lanib kelsanglar bo'ladi. Sankt-Peterburgda akalarimiz ham bemalol telefon qilsanglar bo'laveradi. Sankt-Peterburgdan olib kelib Moskvaga xudo xolasa kelib jo'natamiz. Tanlovda adashmayli ishonchli komfort avtobuslar hamisha bizda. Aka, siz ham ketyapsizmi? Qayerdansiz? Samarqanddan. Yaxshimi aka? Avtobuslar joyida. Mestalaringizni oldingiz, chiroyli holatda. Avtobus pokiza, zaryadchi, hamma sharoitlar bor. Issiqmi avtobus? Aka-ukalar tanlovda adashmaylar. Monitor, hamma sharoitlarimiz bor. Xudo xolasa mana hamyurtlarimiz. Akalar o'tiringlar, joy-joylarimizga o'tiramiz akalar, yuryapmiz. Hamyurtlar bemalol murojaat qilsanglar bo'laveradi.